Zamonaviy biznes dunyosida mijozlar bilan munosabatlarni samarali boshqarish rivojlanishning asosiy kaliti hisoblanadi. CRM tizimi aynan shu vazifani bajarish uchun yaratilgan. Keling, CRM tizimining eng muhim 5 funksiyasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, mijozlar ma'lumotlarini bazada saqlash. CRM tizimining birinchi va eng asosiy funksiyasi bu barcha mijozlar haqidagi ma'lumotlarni bir joyda to'plash va saqlashdir. Ikkinchisi, sotuv voronkasini boshqarish. CRM tizimi sizning barcha potensial mijozlaringiz qaysi bosqichda ekanligini ko'rishga imkon beradi. Birinchi aloqadan to xaridgacha bo'lgan har bir qadamni kuzatib borishingiz mumkin. Uchinchisi, vazifalar va eslatmalarni avtomatlashtirish. Yaxshi CRM tizimi kundalik vazifalarni avtomatlashtiradi. Masalan, mijozga tug'ilgan kuni bilan tabriklov SMS yuborish, uchrashuv vaqti kelganda eslatma berish yoki ma'lum muddatdan keyin mijozga qayta murojaat qilishni eslatish kabi vazifalarni avtomatik ravishda bajaradi. To'rtinchisi, hisobotlar va tahlillar. Qaysi xodim ko'proq sotuv amalga oshiryapti, qaysi mahsulot yaxshi sotilmoqda, qaysi reklama kompaniyasi samarali ishlayotgani haqida ma'lumot beradi. Beshinchisi, jamoaviy ishlashni yaxshilash. CRM tizimi jamoangizning barcha a'zolari bitta platformada ishlashini ta'minlaydi. Sotuv bo'limi, marketing jamoasi va qo'llab-quvvatlash xizmati bir-birlari bilan oson aloqada bo'lishlari va mijoz haqidagi barcha ma'lumotlarni almashishlari mumkin bo'ladi. CRM tizimi bu faqat ma'lumotlarni saqlash vositasi emas, balki biznesingizni o'sishiga yordam beruvchi quroldir.